Men mato va yopinchiqlardan qilingan chodirda yashayotgan edim. Yog'ingarchilik sabab chodirimiz yaroqsiz holatga kelib qoldi. Xayr egalaridan iltimos qilardim. Menga yordam berishsa, chodir yoki boshpana qurib berishsa. O'zim, oilam va kichik farzandlarim bilan unda boshpana topsak. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Birodaringiz Abu Abdulloh G'unaym bo'laman. Men ushbu chodirda yashayotgan edim. Bu chodir uzoq davom etgan yomg'irlardan so'ng yirtilib ketdi va men ham bolalarim bilan yomg'ir ostida qoldik. Meni va o'g'limni chodiri yaroqsiz holatda. Alloh sizlarni yaxshiliklar bilan mukofotlasin. Bu insonlarga ko'proq yaxshilik qilishingizni so'rab qolamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Men Ali Alqon. Chodirga ehtiyojimiz bor. Ya'ni bizni hech qanday boshpanamiz yo'q. Qish fasliga ham kirib kelyapmiz. Sharoitimiz juda og'ir. Meni 6 nafar farzandim bor. Ularni qayerga joylashtirishni bilmayapman. Xayr egalaridan so'raymiz. Bizga yordam berib, chodir qurib berishsa, unda boshpana topsak. O'zbek birodarlarimizga bu chodir uchun va bizni qishdan va boshpanasiz qolishdan himoya qilganlari uchun tashakkur aytaman. Alloh sizlarga baraka bersin. Ushbu men va o'g'limga bergan chodirlaringiz uchun sizlarga tashakkur aytamiz. Saxovatli qo'llardagi birodarlarimizga ushbu chodir uchun tashakkur aytamiz. Alhamdulillahi robbil alamin. 2 yildan ortiq davom etgan urushdan so'ng G'azoga qish yaqinlashmoqda. Bu bosqin davomida G'azo vayronalar ostidagi shaharga aylandi. Binolar vayron qilindi va aholilar hayotning eng zarur ehtiyojlaridan ham mahrum bo'lishdi. Bugun millionlab odamlar ochiq osmon ostida, vayronalar ostida va yomg'irdan ham, sovuqdan ham to'smaydigan chodirlarda yashashmoqda. G'azoda 200 mingdan ortiq chodirlar bor va ularning hech biri kelayotgan yomg'irli va sovuq havo uchun yaroqli emas. Bolalar, qariyalar va ayollar loy va suv orasida yashashmoqda. Bugun biz Saxovatli qo'llar tashkiloti sifatida qish loyihalarini boshladik va Allohning izni bilan eskirgan chodirlarni yangilaymiz. Allohning izni bilan 100 dan ortiq chodirni suv o'tkazmaydigan polietilen bilan ta'mirlab yopamiz. Ushbu xayrli loyihalarimizni davom ettirib, qishki adyol, kiyim-kechak va G'azoda urushdan jabrlangan ahlimizga kerak bo'ladigan har qanday yordamni yetkazamiz. Savobda sherik bo'lishga sizlarni ham chaqiramiz. G'azo bolalari va G'azo aholisi sizlardan issiqlikni, yordamni va qo'llab-quvvatlashni kutmoqda. في الخطى وتعيش حياتك هانئا بالصالحات لتربطا بالصالحات لتربطا أحسن لغيرك بالعطاء تجد السعادة في الخطى وتعيش حياتك هانئا بالصالحات لتربطا بالصالحات لتربطا كم من أناس كالمطر مروا وقد تركوا الأثار لله ساروا مخلصين فنعم دار المستقر.